Бүткүл O'rta Osiyo bo'yicha Qashqarliklarni intayin sesiq gap qiladi, gapining tegidi gap bor deb qaraydi-da. Amaliyotda hamma Qashqarlik undaq emas. Qisman odamlarning shundaq bir tani gaplari bilan mushtaq nomimiz chiqib qolgan. Men mushtaq ishdan birini yo'l qilib qoldim. Qaysi kuni bir go'sht sotib olay deb bir qassobning oldiga berib, "Aka go'sht nechchi pul?" desam, "60 koy" deydi. "Azroq bir tushirib berasiz?" desam, "Qaylisi aka, ma'qul, bag'diki shaxt olmaydi emasmi? Bumuz tushagin o'lita." deydi, "Bo'pti aka, mendaqmi deb ketma." deb bu sesiq gapining beshi azroq purg'andiki, men texim bir sesiq gap qilib baqaymish odamni deb o'ylab, "Atta 10 koylik puldan birini chiqarib" dedim-da, "Aka, shu 10 koylik pulim bor, mashinanga bir go'sht beramsiz" desam, "Yo'liq qassob bir manga bir 10 koy pul qarab yetib, "Uka, qaylisa 10 koy pulga go'sht yeyim deb avarolmay, 10 koy pullarni manga berib, men qo'y so'ygan pichig'imni bir yalib olamla." Bir kuni bir og'inam adash moto olmoqchidim, to'kliq moto, menga bir elishib bergan bo'lsang, tijoratga iping va dedi. Bo'pti deb bordim, berib, Qashqarlik odamga bu moto sotadigan so'rab qoldim-da, "Aka, moto nech pul?" desam, 7000 koy deydi. Amaliyotda boshqa yerlarda bir 4,5 ming, 5 ming sotayotgan motoda. Shuning bilan men so'rab qoldim, "Aka, bu bozor gap qilsam ko'ngildir ekanmisan, 2,5 ming koy versam qanday bo'lar?" desam, "Shartda 10 koy pulni chiqarib, men tutqizib qo'yib, "Ukam, cho'zu pullarni men bergan bo'lib qolay. Agvaslar, mal vazir va 2,5 ming koy eshak vurda." Beş altı balla Qashqarga o'ynab berib qoldik-da. O'zim yakanda cho'ng bo'lgan bilan Qashqar tarafga ko'p berib turma, do'stlarimga yo'l boshlab, hammani aylantirman dama. Aylanib ketib berib, shu yitqaning oldida ballaning ko'zi qadim qilmish chig'di to'qilgan cho'ylig'i tushib qopti-da. Hamma shundan cho'qim avolimiz deyishdiq. Qaytadigan vaqt esimizda yo'q. Bekatning oldiga kelib esimiz kelib qopti-da. Bu yerdim satqil turibdi-ki. Hamma sherdan apli ketayli deb berib, "Qancha pul?" desak, 50 koy deydi-da. "Azarroq bermamsiz, 4-5 ni olmoqchidiq." desam, "Faqat tushirib bergin olmaydi." deydi. "Anda qilmislar, ama yitqaning oldidimi 15 koy degan. Biz elishini unutib qopdiq, baslar azarroq." desam, "Yitqaning oldida 15 koy deganmi?" deydi. "Ha" desam, "Xafa olmay shu yerga berishmamla, lag'mini bilan qo'shib berdi." Bir ruhiy kasalliklar doktorxonasiga 20 yoshlar chamizdagi bir balni ota-onasi akapti-da. Doktor mandaq tekshirib ko'rib, "Balanglar saqmı, rasli nervisini adishib qoldimi? Ba'zi odamlar bor, sapsaq bolasini beqish xo'sh yoqmay, bizning qishimizga kelib qo'ydigan." "Hoy, ras bu balamiz nervisini adishib qoldi, sapsaqlar adishib qoldi, doktor." degandikin, "Ha, bo'pti" deb u balni ayrima kirib kelib so'rabdi-da, "Ya balam, seni uyingdagilar sarang deydi. Deb baqasan saqmı, sarangmi?" "Men saq, qanday qilib sarang bo'lib qolmayman?" "Mana saqkan bu bal deb." "Ha, undaq bo'lsa balam, ota-onang seni nim deb keldi bu yerga?" "Xo'p, bilmayman, men paypoqqa bekamroq, shunga keldi." "Ya paypoqqa hammadan amroq-ku. Men amroq paypoqqa bilam." desa, "Ha, undaq bo'lsa siz paypoqning sudi pishog'ini amroqmi, mayda qo'rg'angimi?" Mushu madaniyat inqilobidan burun nayt puldar pomchik bir odam borki, bu odam o'zininki mal dunyosidan foydalanib kishilarning 15-16 yoshli qizlarini majburiy yil to'ylab oladi ekanda. Bermaganga unmay 4-5 xotinlik oldi ekan. Bir kuni bu pomchik Gulnisa ismli 15 yoshli bir qizni nikohiga olibdi-da. To'y kuni kech shundoq qarasiyinida guldek bir qiz yotgan. Bu odam hayajonlanib she'r o'qibdi-da. 70 yaşımda, yastık bişimda, uxlab o'yg'ansam gülüm qishimda. Desa 15 yoshli Gulnisa uxlamaganka, o'rnidan likkida turib,
Ha, 15 yaşımda, külfet beşimda, uxlab oyğansam bovam qışımda. Acayip.